Assalamu alaikum musulmon bir tug'anlar. Sizlar men Bazar xabar kanalı tug'anlar. Bugun 16 aprel kungi rubl kurs bağlarını ko'rsatib beramiz. Biz men bo'lib like bosib qo'llab turingizlar tug'anlar. Bizda 100 mingda videolar odamlar ko'radi. 98 ming like bosib qattalmasdan ko'rsatadi. Like bosib qattalib qo'yingizlar tug'anlar. Biz esa boshladik. RSK bankda rubl 95 satilishi 1050 dan bo'ldi. O'shardan tug'anlar. Negadir burada dollar ko'tarildi, o'sha rubl tushadi degan bo'lsa, dollar tushdi, rubl ko'tarilib aytadi. Produktda o'shonday bo'lib ko'tarilgan. Dollar tushdi, produktdan sen arzon deb aytadi unda. Oga ne deb o'ylaysizlar? Nima sabab deb? Men o'yimcha bu boylar aqchani qiltatib deyman, o'shanda ko'rtasizlar. Rubl 97 dan 99 dan sotilib yotadi. Обмен valyuta. Boylar aqchani qiltat, bizda cho'ng borimiz. Anday bo'lsa nega bar joq tili tushib emetadi, bizda anday bo'lib o'tadi. Bu yerda da 97 to'g'onlar like bosib qo'llab turingizlar. Qattalg'anni unutmangizlar to'g'onlar.